O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevral kuni import hajmini qisqartirish va mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish ishlarini tahlil qilish, bu boradagi eng muhim vazifalarni belgilab olishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbari mahalliylashtirish dasturi va importni qisqartirish rejasi ijrosini chuqur tahlil qilib, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tanqidiy baholadi. 2017-yilda 948 ta mahalliylashtirish loyihasidan 176 tasi bo'yicha ishlab chiqarish boshlanmagani, 218 tasi bo'yicha esa ishlab chiqarish prognozi bajarilmagani ko'rsatib o'tildi. Importni qisqartirish rejasi 88% ga bajarilgani tanqidiy tahlil qilindi. Toshkent viloyat sudi firibgarlik va jinoiy daromadlarni legallashtirishda ayblagan chinozlik Ahmadjon Tursunboyev va sheriklari ustidan mahkama hukmini e'lon qildi. Hukmga ko'ra Ahmadjon Tursunboyev 13 yil ozodlikdan mahrum etilgan va eng kam ish haqining 400 barobar miqdorida jarimaga tortilgan. Mahkama shuningdek Ahmadboyning 1 yilgacha tadbirkorlik bilan shug'ullanishga taqiq qo'ygan. Ayni paytda Ahmadjon Tursunboyevga nisbatan amnistiya qo'llanib, unga nisbatan qamoq jazosi muddati 4 dan 1 qismiga qisqartirilgan. Avvalroq so'z berilganda Tursunboyev hech kimni pul berishga majburlamaganini aytgandi. Ahmadboy Tursunboyev 2015-yil Toshkent viloyati Chinoz tumanida Chinoz halol chorva va Chinoz avto hamkor trans korxonalarini tashkil qilgan. U va uning xodimlari milliy va chet el valyutasida aholidan eng kamida yiliga 100% ustama berish sharti bilan pul olib kelgan. Shu bilan birga Ahmadboy pulni qaytarib berishga hech qanday kafolat bermagan. Tomonlar agar unga biror narsa bo'lsa, hech kim hech narsa talab qilmaslikka kelishib olgan. 2 yil mobaynida Ahmad Tursunboyev va uning sheriklari katta miqdordagi pul, chorva mollar va turli rusumli avtomobillarni o'zlashtirib kelgan. Ularning jinoiy faoliyati 5 yil davom etgan. Ma'lum qilinishicha, bundan minglab fuqarolar jabr ko'rgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yil bahor faslida Ozarbayjonga rasmiy tashrif bilan borishi mumkin. Bu haqda 20 fevral kuni Toshkentda bo'lib o'tgan ikki davlat tadbirkorlari biznes forumida Ozarbayjonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Guseyn Galiyev ma'lum qildi deya xabar beradi Xalq so'zi. Prezidentlar bir-birini yaxshi taniydi, ular bir qator xalqaro maydonlarda uchrashishgan. Aniq sanani hozir aytish qiyin, lekin tashrif shu yilning bahori, ehtimoli bilan may oyi oxirida bo'ladi, dedi elchi. Diplomatning ta'kidlashicha, tashrif davomida keng doiradagi yo'nalishlar, xususan neft, gaz, qishloq xo'jaligi, qurilish materiallari, oziq-ovqat sanoati bo'yicha hamkorlik masalalari ko'rib chiqiladi. Tomonlar transport logistika aloqalarini yanada rivojlantirish, jumladan Baku-Tbilisi-Kars yo'lagini yaratish masalasini ham muhokama etishi kutilmoqda. Toshkent viloyatining Piskent tumani hokimi sobiq o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi 2 nogiron fuqaroning 21 million so'mini o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuborishda gumon qilinmoqda. Bu haqda Xabar.uz ma'lum qildi. Prezidentning aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida tumandagi ehtiyojmand fuqarolardan 2 nafariga uy-joy qurib berilishi belgilanadi. Uyning boshlang'ich to'lovini amalga oshirish uchun 2017-yili 2-guruh nogironi NK nomiga plastik karta ochilib, unga 11 million so'm va 2-guruh nogironi AA uchun onasining nomiga ochilgan plastik kartaga 10 million so'm uy-joy kreditini shakllantirish uchun tushirib beriladi. Sobiq tuman hokimi o'rinbosari mazkur fuqarolar nomiga bankdan omonat hisob raqami ochib, plastik kartalardagi pulni topshirishi lozim edi, ammo u mansabni suiiste'mol qilib, mablag'larni o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuboradi. Piskent tumani prokuraturasi tomonidan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi 2-qismi va 205-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. BMT bosh kotibi vakili Stefan Jurrarik Damashqqa qarashli Sharqiy G'uta shaharchasidagi otishmalarda 100 dan ortiq tinch aholi vakillari halok bo'lganini ma'lum qildi, deb yozadi gazeta.ru. Dushanbadan buyon Sharqiy G'utada 100 dan ziyod kishi o'ldirilgani, ular orasida kamida 13 bola borligi haqida xabarlar kelib tushmoqda. Sharqiy G'utadagi 5 ta kasalxona yoki tibbiyot punkti aviazarbalarga uchragan, dedi Jurrarik. BMTdagilar hisob-kitoblariga ko'ra, qamal qilingan anklavda 400 mingga yaqin odam bor. Shuningdek, tashkilotdagilar Sharqiy G'uta harbiy nizo dislokatsiyasi zonasi ekanligini eslatadi va jang qilinayotgan tomonlarni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi.
Yaqin kunlarda Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida yana bir gaz qudug'i ishga tushiriladi. O'tgan yil noyabrda ham bu yerda tabiiy gaz koni topilgandi, deya xabar beradi O'zA. Andijon neft va qo'qon parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyatlari mutaxassislari tomonidan olib borilgan geologiya qidiruv ishlari natijasida Buloqboshi tumanining Uchtepa qishlog'i hududida tabiiy gaz koni mavjudligi aniqlanib, qazish va parmalash ishlari amalga oshirildi. Hududda 4 ta quduq qazildi, deydi Andijon neft aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi M. Davlatov. Bugungi kunga kelib 3-quduq ishga tushirildi. Mazkur quduq orqali ayni kunda 80-90 atmosfera bosimi miqdorida gaz qazib olinmoqda. Yana bir quduqni ishga tushirish bo'yicha zarur ishlar olib borilmoqda. Qazib olinayotgan gaz esa Uztransgaz Andijon viloyati gaz ta'minoti hududiy filiali tomonidan iste'molchilarga yetkazib berilmoqda. Hududda mavjud yer osti tabiiy gaz zaxiralarini aniqlash maqsadida geologiya qidiruv ishlari davom ettirilmoqda. O'qituvchi yuqori sinfda o'qiydigan o'quvchilardan birini doskaning oldiga olib chiqib, mush bilan qattiq zarba berayotganda aks etgan video tarqaldi, deb yozadi uznews.uz. Maktablardan birining o'quvchilari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan va turli bahslarga sabab bo'layotgan bu voqea joyi hozircha noma'lum. Bu holatni shu xona oldidan o'tib ketayotgan o'quvchilardan biri tasvirga olgan. Ammo o'quvchi ham biroz qo'rqibroq ushbu voqeani suratga tushirgani bois voqea nima bilan tugagani videoga olmagan. uznews.uz bu voqeaga oydinlik kiritish uchun Xalq ta'limi vazirligiga murojaat qildi. Vazirlikdagilarning bu voqeadan hozircha xabari yo'qligini, ammo ular holatni o'rganib, natijasi bo'yicha ma'lumot berishini aytdi. Buxoro viloyati Vobkent tumanida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan N.Ch hamda 1998-yilda tug'ilgan B.S.lar o'tkir tig'li jismdan olgan tan jarohati tufayli tuman kasalxonasiga yotqizildi, deb xabar beradi viloyat IIB matbuot xizmati. Ushbu holat yuzasidan Buxoro tuman IIB xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida 2018-yil 19-fevral kuni soat 13:30larda Buxoro tumani Galal Osiyo shahridagi istirohat bog'ida B.S. o'zining hamqishlog'i N.Chni oldindan sevganligi, ular o'rtasidagi bu munosabatga qizning oila a'zolari qarshilik ko'rsatayotganliklari, shu sababli yigit qizga qochib ketish taklifini bildirganligi, N.Ch esa yigitning bu taklifiga rad javobini bergandan so'ng uni o'ldirish maqsadida yonida bo'lgan pichoq bilan N.Chning turli sohalariga bir necha marotaba urib, o'ziga bog'liq bo'lmagan holatda jinoyatni oxiriga yetkaza olmagan va o'zini o'ldirish maqsadida pichoqni tomog'iga siqib, o'ziga o'zi tan jarohati yetkazilganligi aniqlangan, deyiladi xabarda. Holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan B.S.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 va 97 moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.